aynan kelin bo'lib tushgan paytda qaynonalarda klimaks davri boshlanganligi ko'p. Ya'ni o'rta yosh davriga kelib qolgan, 40 dan oshgan, 45 dan oshgan, 50 ga boryapti. Mana shu jarayonda ikki xil psixologiya. Bu injiq, qaysar, talabchan, talablari o'ziga xos va o'zi bilan o'zi bo'lib yurgan payti, bu yoshgina o'sha bor ekan 25, 26, 27 mutlaqo boshqa tarbiya, boshqa oila, boshqa qadriyatlar tizimidan bu xonadonga tushganda, bu qaynani o'ziga o'xshatishga harakat qiladi. Balki topkurlar, qabul qilinglar shuni boricha. Bu tarbiyasini olib bo'ldi ota-onasinikida. Shaxs sifatida shakllanib bo'ldi, nimagadir erishdi, nimagadir erisha olmadi, qandaydir bir yaxshi fazilatlari bilan, yaxshi niyatlari bilan keladi aslida. To'ppa-to'g'ri. To'g'ri, ayollar kliniksda juda og'ir o'tkazadi ba'zi ayollar. Tushkunlikka tushadi, xavotir bo'ladi, bir xilda paranoid fikrlar ham shakllanib qolishi mumkin ularda. Ana o'sha paytlarda o'zi xohlab yoki xohlamagan tarzda o'zi buyurgan ishlarni xohlamagandek bo'lgani ham keliniga nisbatan qanaqadir agressiv munosabatni namoyon qilishi mumkin. Yoki bo'lmasa jahl bilan gapirishini yoki ovoz tonini o'zgarishi yoki kayfiyatini boshqacha bo'lishi ham ta'sir qilishi mumkin bu narsaga. Har bitta bo'layotgan oiladagi jarayonga xoh u kelin bo'lsin, xoh u erkak kishi bo'lsin, obyektiv baholay olishi kerak. Faqat bir tomonni fikri bilan